Eskilarimiz bitta yaxshi gapi bor. Qishni g'amini yozga ye. Ya'ni do'stlar, mana ko'rib turganlaringizda, hozir biz Samarqand viloyatida Kattaqo'rg'on shahrining Oqoltindagi xonadonlarning birida biz uy egalari paxsa imorat ustidan termotravetin terdirganlar. Ya'ni bu ko'pchiligimiz bilamiz, bu qishni kuni uy issiqqina bo'ladi, yozni kuni salqin bo'ladi. Ya'ni bu nimani hisobiga bo'ladi desanglar, olib kelib. Mana ko'rib turganlaringizdek termotravetinning ko'rinishi haqiqiy travetin bilan pashnichto yuz ko'rinishi bir xil bo'ladi. Faqat buni orqasida pokisi bo'ladi, ya'ni penoplast bo'ladi. Penoplast qalinligi 3 sm, общий 4 sm. Bundan tashqari mana bu termotravetinning o'zi 1 sm qalinligida bo'ladi. Ko'rib turganlaringizda buni qo'shimcha krepleniyalar bor. Do'stlar, buni ko'pchiligimiz buni qo'yishga hozirgi kunda majbur bo'lyapmiz, chunki men o'zim ham shaxsan qo'ymoqchiman. Chunki bundan bag'iga svet gaz qimmatlasha arzon bo'lmaydi. Shuning uchun o'sha eskilarimiz gap aytganday, qishni g'amini yozga yedigandek, hozirgi kunda tezroq uylarni mana shunaqa ko'rinish bilan agar remont qilib olsak, xudo xolasa, qishni kuni kamroq gaz sarflaymiz va uylarimiz issiqqina bo'ladi. Nimani hisobiga bo'ladi? Bu terilgandan keyin uy termiz bo'ladi. Ya'ni uyingizdagi ortiqcha issiqlik tashqari chiqib ketmaydi va ortiqcha sovuq uyga kirmaydi. Mana shu pokeni hisobiga. Do'stlar, agar kimga qiziq bo'lsa, pastak raqamli aloqaga chiqsanglar, agar men nomini chiqsanglar, chotka qilib kelishtirib beradilar. Ishoninglar, agar mana shuni terdirsanglar, uylaringizga afsuslanmaysizlar. Chunki nimani hisobiga bunchalik mana hozir biz uyda egalaridan ozgina savol javob qilamiz, o'zlaringiz eshitasizlar. Faqat to'g'ri tushunasizlar, uyda egalar ozgina tortinyaptilar, videoga tushunmaydilar, lekin ayrim savol javoblarni qilamiz. Agar sizga qizig'i bo'lsa, yo o'zim kelib ko'raman desangiz ham, olib kelib o'zingizni ko'rsatib, o'zingiz uyda egalari bilan gaplashib amin bo'lsangiz bo'ladi. Qolganingiz bizning so'zlarimiz sizga isbotini topadi, o'z isbotini. Nasib bo'lsa, hozir uyda egalaridan eshitamiz, xudo xolasa. Aka, mana uyga termotravetin terdirgan ekansiz-da. Ozgina bitta savollarimiz bor-da. Terdirmasdagi oldingiz holati bilan hozirgi holatda nima farqlansizsiz? Ancha defektlar ancha sezyapmiz, yaxshi. Uylar oldin issiqda, hozir yozni kuni sovuq bo'lyapti, yaqdakkina bo'lyapti. Qishni kuni endi qishda kiysa bilamiz, hozir yozda terganimiz. Yaqinga qildirdingiz-a buni? Yaqinga bo'lgan, hali 1 hafta 10 kun bo'lyapti, shunday. O'sha farqini sezishni boshladingiz-da? Farqini sezishni boshladi, ya. Oldingiga nisbatan o'sha uylar boyagi issiqlik temperatura ushlayapti, bir xil me'yorda. Shunday. Me'yorda ushlayapti. Hozir qildirganingizda davolaymiz, rozimisiz? Ha, roziman. Davolanib ketgan pulimga ichimaydi, lekin o'zim ko'rsam. Endi hozirgi kunda shunday bo'lyaptiki, to'g'ri gaz ko'tarilyapti, svet ko'tarilyapti. Endi imkon qadar o'sha uydagi issiqlikni yo'qotish emas, o'sha issiqlikni ushlab qolish imkoniyatlari ko'proq bo'lyapti-da, odamlar savol tug'ilyapti-da. Shunday. Demak, hozir bu nasib xudo xolasa hali qishga issiqqina bo'ladi degan umidingiz bor-da, xudo xolasa. Nasib bo'lsa. Chunki o'zi mana bahorga o'zi sizga o'zi farq sezilayotgan bo'lsa. Seziladi. Chunki bundan oldin qildirgan paytlaringiz bar uyda salqinligi bo'lgan-a, bar o'ziga yarasha sovuqligi, ha, sovuqlik bo'lgan. Hozir uyda kirsangiz normalni, ana siz yaxtaylik yaxshida, oldin isib ketadi quyosh tushgan payti. Hozir defektlar ancha sezdiydi, yaxtay ana bo'lyapti asta-asta. Effekt sezilyapti. Effekt sezilyapti. Gap yo'q. Aka, bu uyni orqa tarafi nima edi? Xomg'ish-pishig'ish? Paxsadan qilingan orqa tomoni. Paxsa qilingan-a? Ha, usti qumshoq qilib, qumshoq ustidan terilgan. Hozir paxsaga shunchalik effekt beryapti-a bu? Sezilyapti? Ha, sezilyapti effekt. Do'stlar, mana o'zlaringiz guvohsizlar. Agar kimga qiziq bo'lsa, kelib o'zlaringiz ko'rsanglar ham bo'ladi, agar ishonch hosil qilish uchun, yanada ham ishonch hosil qilish uchun. Mana shu hozir termotravetin paxsa imoratga terilgan. O'zi effektini sezyapti uy egalari. Kimga qiziq bo'lsa, pastdagi raqamlarga aloqaga chiqaverasizlar. Akalar, kimga ustoz xizmatlari kerak bo'lsa, mana shu akamizda hozir nomerlarni qoldiramiz va nima qanaqa ustochilik qilishlarini ham aytib o'tamiz. Videoni diqqat bilan ko'ringlar, hozir tushuntirib aytib o'tamiz. Akajon, nima ishlar qilasiz? Aytavering. Beton g'ish, kirishi. Koroj beton qo'yasiz, beton qo'yamiz, g'ish teramiz. G'ish terasizlar. Qanaqa chorniy? Chorniy. Oblitsovka emas. Oblitsovka yo'q. Xo'p. Mana bunaqa termotravetin ham terib berasizmi? Terib olamiz, Xo'p. Anavichi sokinlanyapti. Sokinlam terasiz, ha? Burchatga ham terasiz. Ha, burchatga. Burchatga ham terar ekanlar, beton qo'yar ekanlar, mana bunaqa termotravetin ham terib berar ekanlar, sokinlam ham qilar ekanlar. Tom shipper yopasiz, ha? Ha, yopamiz. Tom shipper ham yopadi. Aka, universal ekan. Kimga qiziq bo'lsa, pastga raqamlarni qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqsanglar, akamiz bilan chotka qilib kelishtirib beradilar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, kanalimizga obuna bo'linglar.